to'g'rida gapiravering, o'zingizda bo'lavering deb qo'yadi. O'zida bo'lmasa, o'ziga keltirib qo'yadigan deyishadi. O'zi aktrisa 5 minut oldin gaplashganman Amatcha bilan. Keyin bo'pti-da, xullasda, men telefon ko'rgincha deb qo'ydi ham chala. Keyin u ham erkegingiz tushsin, haligi joyda komment yozasizlar-ku, ko'p odam voy iPhone, ya bu gapirmaydim, men gapirgan joyda deb qo'yadi. Cho'k aytayapti unga. Men gapirgan joyda bu gapirmaydi, keyin yozadi-yu, ko'zi qonga to'lgan bolalar. Endi hammada nafrat, hammada kredit pul to'lanmagan, kimdir xotini bermagan, kimdir er yitarmagan, miyaga chiqib kimgadir yozish kerak-ku kommentariyani. O'sha payt, "Voy, pidaras o'tirishini qara" deydi. U bechara, u ham aktyor o'zi. iPhone yondigini qara, u bu deydi haligi joyda pizdes ketadi komment. Hamma nafrat, hamma gunohga botyapti. Bu fitna, bu sahna ko'rinishligini ular aytmaganligi uchun bu real hayotda bo'lyapti deb o'ylayapti. Bu yerda odamlar yozadi jalab. Bular hali u dunyoda gunohiga ham qoladi uni jalab. Keyin chiqib qoladida o'zi $1000 ham turmaydigan iPhone'ni 2000 deydi haligiga. Keyin aytadi, "Jinnimisiz?" Unga ham komment yozadi. Bu jinnimi bu qiz? Odamlar yozadi-yu. Nafratda-yu hamma. Bu dalboyobmisan, o'zi $1000 ham turmaydi-ku, basharangni qara turishini. O'tdi kommentda uni labini ham gapirishadi, turishini ham, gapirish ohangini ham, sansirashini ham, tarbiyasini ham hamma yig'ilib qolgan gnefi yozadi haligiga. Ani qizga nima foyda edi? 5 million prosmotr bo'ldi video. Ani qizga nima foyda? U qiz atmetka qilib qo'ysa bildirib qo'yadi, ko'ti ochilib qoladi. U qiz ham tonki ish qiladi. O'zini profilidan o'sha videoni kommentiga yozadi. Qalay chiqibdi? Arzonga sotdimmi deb yozib qo'yadi haligi qiz. Pizdesda bular. O'zlaricha super mozg jalab. Elon Musk bilan kelib turib bulardan bilan anaqa oladi. Haligi atmetka qilib qo'ysa bildirib qo'yadi. U qiz ham endi podpischik yig'ish kerak-ku, profilni ochib qo'yadi. 10 mingta odamchasi bor edi. Aytib 5 million prosmotrdan bo'lmadi deganda 30 mingta, 40 mingta indeys o'tadimi unga ham?